tuman bo'lib ketganini qaranglar. Mana pechka yoqish kerak ekan. Hozir biz obyektimizga srochni ketamiz. Obyektimiz maynets chiqaradigan zavod emas, sex. Maynets chiqaradigan sex. Tak, kerakli narsalar bu. Elektrический отвертка kerak emas-ku. Mashinadan o'zidan bo'lyaptimi? Ha. Qanaqa chiroyli iskiralar bo'lyapti. Pechkamiz keldi. Pechka chiqamiz, antisini bartaraf qilgani. Shunga karotka bergan. Mana shu zdaniya maynets zdaniyasi bu. Ko'rasam qanaqa yonisa, simlar даже sakrab ketyapti. Endi mana shunda ajratib qo'ydik. Xo'p. Sim holati endi keyin to'g'rilanadi hozirgi paytda. Bunda bo'lib qolgan. Simga shu uchun avaylash kerak emas. Sizlar pulni yaxshi sim ishlatsanglar, bitta narsa mana shu masala. Shunda mana shuni hozir bo'ylab qo'yamiz shotga. Xudo xolasa shotga bo'ladi. Hozir mana shunda bo'ylab qo'yamiz. Yaxshilab simni bo'ylab qo'ysak, turadi mana shu joyda. Bir karotka bo'lmaydi. Yomg'irlar to'xtagandan keyin simni almashtirish kerak.